Assalamu alaykum, qandoqlar yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun bu makaronada bolalarim uchun, o'zim uchun azroq yemek qilmoqchi. Ar yemek deymi endi. Bolalarimning tomoqni pochqasiga chiqib qoldi. Shuning uchun qilmoqchi. Balkim sizlar yonlarda qildinglarmi, qilmadinglarmi bilmayman-da. Makaronani ba'zi biz Uyg'urlar qanday qilishni bilaman yoki pishirib qilib tepsiga tayyorlab yeymiz, o'xshamaydi emas. Bir odamga o'xshamaydi. Mening yana bir xil usulim bor. Buni sizlar bilan o'rtoqlashishim keldi. Bir stakan makarona. Anadan yoki teramiyak qo'llansanlar bo'ladi, yoki sarmay qo'llansanlar bo'ladi. Men bu qatim teramiyak qo'llanmoqchi. Odatda ko'pincha sarmay qo'llanadi. Bu qatim teramiyak qo'llanmoqchi. Oldi bilan qazinimning o'tini yechib, qazinimni qizdiman. Qazinim qizdi, endi men bir qo'shiq teramiyak ishlatdim. Buni yana har qanday marketlarda bor. Bunu topa olaysizlar, sarmay topa olaysizlar zaten. Buni men qazinimga ishlatib eritdim. Yani bu halette raus mayını eritip alamiz. Teriyaq qilsanglar bekroq men bo'ladi. Bu qatim men bu yog'ni sinab bakmoqchi. Bu yog'ni o'xshash asos jihatdan. Anadiki men bir stakan makaronlarimni to'kib buni qo'rayman. Biraz sag'ag'ich holatda qo'rayman. Bu holatda rausida qo'rildi. Andan bunga bir stakan makaronaga bir stakan su qo'ydim. Hatta bir yarım qo'ysanglar bo'ldi, guruch demlaganga o'xshash. Bo'ldik, endi tuz. Tuzini tanishib, o'zinglarninki nimasiga asosan tuz bilan tanishib, tuvoqni etib qaynatamiz. Mana bizning qazinimiz qaynadi. Mana bu holatda qaynayapti. Buni, ya'ni biz guruch demlaymiz, shu holatga kelgan chaqda suvi guruch pishirgandek dam yetkazamiz. Şuradaki bu ak köpükçini eritme. Bu bo'ldi. Endi men tovuqni itib, ang tuvan o'tda, ya'ni mifan polo etdim degandek dam yetkazman. Makaronlarim dal 20 minut atrofida dam yedi. 20 minutdan keyin tovuqni aytaylik. Mana. Endi buni men bir aralashtirib etgandan keyin taxsamga usma. Mana taxsamga oldim. Buning ta'mi, ya'ni bu holatda yeysanglarmi shunchalik yaxshi yeyishlik chiqadi. Bu holatda men buni bir turkning uyda yegandim. Men buning qo'shini deb berganda pishirib olgandim. Bu shunday yeysanglar belki yeyishlik chiqadi. Ondan keyin tepsiga ketchup qilsanglar bo'ladi shu holatda. Ya'ni bu makaronaning buni yoqtirmasanglar, xipiqlarda men yoqtirdim, bolalarim yoqtirdi. İnşallah bunun yana sivi kerama baqı suyuq qaymaq. Onun bilan qo'raydigan usullar bor. Yine başqa xil nurg'un usullar bor. Hattoki bunun da fırınga etib qildigan bir narsa qilib bo'ldi. Ish qilib har xil nimalar bor makaronaning pishirish usullari. İnşallah az oldin sizlarga birdan-birini tanishtirman. Biz ham de boshqa millatda yashayotgandan keyin o'zimizning tomoqni yeymiz. Boshqanikin balkim tetib qolgan bo'lishi mumkin yoki atimiz kelgan bo'lishi mumkin. Yoki so'rayman qolgan bo'lishi mumkin. Yana har xil boshqa yemekliklar bilan tanishimiz inshaalloh. Men o'zim to'liq qiziqadiganligim uchun ham qildiganligim uchun sizlar bilan o'rtoqlashdim. Shunga men Uyg'ur tomoqlarini jiq chiqarmadim. Chunki undaq nimalar jiq bo'lganligi uchun. Yana inshaalloh yangi mazmunlarni ko'rishinglar uchun abone bo'lib, tarqatib qo'yasizlar inshaalloh.